Xo'p, bismillah deb darsimizni boshlaymiz. Bugun 12-darsimiz. Darsimiz katta bo'lmaydi, sal kichikroq bo'ladi. Asosiy ma'lumotlar, tushunchalar bo'ladi. Ha, bu bizni Express.js'dagi oxirgi darsimiz. Bundan keyingi loyihalarda darslarimizda faqat loyihalar turli xil loyihalarni ishlab chiqamiz. Uncha katta bo'lmagan, taxminan 4 ta, 5 ta yoki shunaqa turdagi loyihalar qilamiz. Kichik bo'lgan loyihalar, katta bo'lmagan. Cho'zilib ketmasligi uchun tezroq yangi loyihalarni bajarishimiz uchun kichik bo'lgan loyihalarni amalga oshiramiz. Loyihalarning ichidagi qismlari, asosiy tushunchalari, qanday ishlashi loyihani, proyektlar qanday tuzilishi, umumiy Express ishlab chiqarilishi, dasturni deploy qilish jarayonlari, SQL buyruqlari, ularni birlashtirish, dasturning umumiy holatini, ya'ni ishlash jarayonini to'liq boshqarish, shunga o'xshash bo'lgan loyihalarni ishlab chiqaramiz. Xo'p, bugungi darsimiz Express'ning oxirgi darsi bo'ladi. Biz bu Express.js darsida Express loyihalarni qanday boshlanishi, routerlarni himoya qilish, middleware orqali turli xil ko'p keladigan so'rovlar, hujumlarni oldini olish, shunga o'xshagan jihatlarni ko'rib chiqdik. Rate limiterlar, API'larga to'siqlar qo'yish, shunga o'xshagan narsalarni ko'rganmiz. Bundan oldingi darsimizda loyihani versiyaga deploy qilishni ko'rdik. Undan tashqari yana deploy qilish mumkin bo'lgan ma'lumot o'rnini ko'rsatib ketaman. Google konsol bor. Google konsolda ham biz loyihalarimizni deploy qilishimiz mumkin bu yerga. Bunda ham juda ham ko'p qulayliklari bor. Buni ham ChatGPTdan yoki bo'lmasa boshqa dokumentatsiyalarga qarasalaring bu yerda deploy qilish jarayonlarini ko'rsatadi. O'zlaringning o'sha Google akkauntlaringni bu yerga ro'yxatdan o'tishlaring mumkin. Juda ham kuchli bo'lgan serverni bu foydalanuvchilarga, deploy qiluvchilarga beradi. Google har oyda adashmasam $200lik limit beradi bu. Hozir mana ro'yxatdan o'tib olish kerak ekan. Men kiryapman. Ozgina kutib turadigan bo'lsak, shu terminal ochiladi. Shu terminaldan biz bu yerdan kerakli qismlarni to'g'rilab olish mumkin. SQL'lar ham bor ekan. Har xil servislar, shularni ishlashimiz mumkin bo'ladi. Juda ham dasturchilar uchun juda ham foydali bo'lgan. Bu yerdan biz misol uchun htop komandasini beradigan bo'lsak, htop komandasida mana biz dasturimiz, serverimizni umumiy holatini ko'rsatib beradi. Ya'ni bu 27 minutdan beri ishlab turganligi, bu bitta tomoni tez to'xtab qoladi, o'chib qoladi. Tak. H berganimizda bu bizga 15 gigabayt xotira beradi. Juda ham katta bu. 15 gigabayt ekan. Umumiy 15 gigabayt xotira beradi. Bu umuman ishlatilmayapti. Men bundan foydalanmayman, lekin dasturchilar bundan foydalanishi mumkin. Ma'lumotlarni saqlash, rasmlarni saqlash bu yerga har xil Google servislari orqali ishlovchi dasturlarni ham integratsiyalarini qilish mumkin bunga. Juda ham imkoniyatlari katta. Xo'p. Keyin biz rasm fayllarni qanday yuklashlarini o'rganganmiz loyihamizda. Qanday rasm fayllarni qanday yuklashlarini o'rganganmiz. Malterlar, sharplar orqali resize qilishlar. Sharpni ham ko'rganmizmi sizlar bilan? Nimaga jimsizlar, gapiringlar.
rasm faylini yuklash ko'rganmiz sizlar bilan. Aha, o'sha loyihalarda Sharp packagelari bor. Shu Sharp packagelar orqali rasmlarni yuklash, shunga o'xshagan mana bu yerda turibdi ekan. Adashmasam, mana forum data bo'ladigan bo'lsa, rasmlarni yuklash mumkin ekan. Rasmlarni yuklash ko'rganmiz. Sharp package bor. Bu orqali rasmlarni resize qilish bor. Shunga o'xshagan ishlarni bajarish mumkin. Ya'ni bizga Expressda dastur Express orqali dasturni yaratish, ishlab chiqish uchun kerakli bo'lgan asosiy ma'lumotlarni ko'rsatib o'tdim. Qolganlarini o'zlaring ham o'rganishlaring kerak. Chunki men sizlarga 100% bu dasturlashni 100% o'rgatib tushuntirib bera olmayman. Bu narsa men qo'limdan kelmaydi. Men sizlarga faqat yo'nalishni bera olaman. Shu yo'nalish bo'yicha sizlar o'zlaring harakat qilib, o'zlaring ustilaringda ishlab o'zlaringni tajribalaringni oshirishlaring mumkin bo'ladi. Xo'p, bugungi darsimiz 12-darsimizda mikroservis monolit servis haqida tushuncha ekan. Node.js emas, o'zi umumiy backendda ikki xil o'sha turdagi loyihalar quriladi. Monolit bo'ladigan bo'lsa, ko'radigan bo'lsak, bu yerda bular haqida qisqacha tushuncha bergan. Mana bu yerda o'zini tushuntirgan ekan. Agar buni ochib qaraydigan bo'lsak, hop, mana shu monolit mikroservis uchun qisqacha tushuncha. Bunda shunday bo'ladi. Monolit servisda, ya'ni umumiy dastur, biz hozircha qurgan dasturlarimiz emas, monolit servis bo'ladi. Bu yerda hamma qismlari, dasturning umumiy hamma qismlari bitta joyga jamlangan bo'ladi. Mikroservis arxitekturada esa hammasi bo'laklarga ajratilgan bo'ladi. Buni foyda, ya'ni qulayliklari qanaqa? Misol uchun, men hozir agar dasturimni aytaylik, mana shu biz ishlab turgan dasturimizni deploy qiladigan bo'lsam, bu deploy qilingandan keyin dasturimiz to'liq qayta yuklanadi va qaytadan dasturimiz restart bo'ladi. Mikroservis arxitekturada esa dasturning umumiy asosiy qismi bo'ladi, ya'ni xizmat ko'rsatuvchi qism, va u asosiy qismga qo'shimcha xizmat ko'rsatuvchi qismlar bo'ladi. Misol uchun user servislar, product servislar, ya'ni yoki bo'lmasam paymentlar, yoki bo'lmasam shunga o'xshagan turli xil bo'laklarga ajratiladi. Bo'laklarga ajratib chiqilgandan keyin har bitta bo'laklar o'zi alohida bitta server sifatida ishlaydi. Har bir serverlar o'z alohida ishlaydi, lekin har bitta server faqatgina servis hammasi alohida ishlaydi va asosiy servisga ma'lumot yuboradi yoki o'sha servisdan ma'lumot oladi. Misol uchun, user to'lovni amalga oshirmoqchi, degan o'sha to'lovni asosiy bizni serverga jo'natadi, asosiy servisga jo'natadi. U servis o'shani payment servisga bo'lib beradi. Payment servisga so'rov yuboradi. So'rov yuborgan vaqtida bu payment servis o'sha servisdan ma'lumot oladi va o'shani qayda ishlaydi ekan, unga javob qaytarib beradi va u javobni olib userga ma'lumotni qaytarib beradi. Monolit servis ham xuddi shunday ishlaydi. Lekin bunda mana shu servisga kelgandan keyin bunda endi API orqali emas, faqatgina direktoriyalar orqali, ya'ni routerlar orqali ichiga kiradigan servisni topadi, o'sha servisni qayta ishga tushiradi. Xo'p, bu yerda muammolar shunday bo'lishi mumkin. Aytaylik, umumiy loyihamizda mana bu monolit servisimizda aytaylik to'lov tizimini qaytadan yangilandi. Qaytadan yangi arxitektura, bunga yangi qo'shimchalar qilindidan keyin deploy qilinadigan bo'lsa, bizni bu loyihamiz to'liqcha qaytadan restart bo'ladi. Agar o'sha jarayonda boshqa kimdir to'lov qilmoqchi bo'layotgan bo'lsa, o'sha nima bo'ladi? Server to'liq ishdan chiqadi va vaqtinchalik yangidan u start bo'lgungacha nima bo'lib turadi? Yangidan start bo'lgungacha mana bu server ishlamay turadi, javob bermay qoladi. Haligi kelayotgan so'rov bu yerda nima qoladi? To'xtab qoladi, ishlamay qoladi.
Shuning uchun monolit servisda mana bu servisda asosiy ishlarni bajarib turaveradi. Agar biz mana bu joyni yangilaydigan bo'lsak, bu yerga so'rov ishlaydi. Qachonki bu yangitdan ishga tushadigan bo'lsa, mana shu joyni o'zi sразу ishga tushadi, lekin nima qiladi? Javoblarni qaytarib berib turaveradi. Ya'ni uzilib asosiy server hech qachon uzilib qolmaydi. Tushunmovchilik bo'lib qolmaydi. Bunda misol uchun buni haligi tushuntirish aytadi. Misol uchun bitta uy qurmoqchi bo'layotgan bo'lsa, shu uyni qurayotgan vaqtida nima? Qaysidir joyda o'zgarish qilinishi kerak bo'lsa, uyni yana qaytadan qurish kerak bo'ladi. To'lig'icha, ya'ni o'sha fundamentdan boshlab tepasigacha to'liq qayta qurishga to'g'ri keladi. Mikroservisning arxitekturi unday bo'lmaydi. Xuddiki bu turli xil branchlarga ajratilgan bo'ladi degan, o'sha branchlarning o'zi alohida quriladi va qaytadan o'sha branchlar asosiy sentrga nima qilinadi? Qaytadan connect qilib qo'yiladi, tamom. Ya'ni ishlab ketaveradi. Asosiy sentr hech qachon qayta qurilmaydi. Tushunarlimi? Bu qachon kerak bo'ladi? Bu asosan kichik loyihalarda, mana servislardan foydalaniladi. Kichik loyihalarda, mikroservis arxitekturada esa bu katta loyihalarda qo'llaniladi. Buni yaxshi tomoni, misol uchun monolit mikroservis arxitekturalarini plus и minuslari, misol uchun monolit servisning arxitekturada faqatgina bitta tilni biladigan razraботчиklar bu yerda ishlashi mumkin. Aytaylik, umumiy loyiha nimada Node.js da qurilayotgan bo'lsa, shu Node.js da hamma qismi Node.js da quriladi. Mikroservisning arxitekturada esa unday bo'lmaydi. Misol uchun aytaylik, asosiy yadrosi deylik, asosiy yadrosini agar Java da quriladigan bo'lsa yoki Python da quriladigan bo'lsa yoki Node.js da quriladigan bo'lsa, qolgan qismlarini har bittasini alohida bo'lgan servislarda qurilishi mumkin. Aytaylik, mana oddiy tushuncha qilaylik. Userlarni autentifikatsiya qilish uchun umumiy bitta katta loyiha bor va bu loyihaning ichida userlarni autentifikatsiya qiladi va bunda Face ID dan foydalanadi. Node.js da asosiy yadro Node.js da qurilgan bo'lsa, lekin Node.js Face ID lar bilan ishlashda Pythonga qaraganda nimaroq? Yaxshiroq emas. Effekti. Python bu jihatdan Python juda ham kuchli bo'ladi. Lekin Pythonda bitta yomon tomoni, misol uchun yomon tomoni emas, bitta kamchiligi backendda API lar bilan ishlashda biroz sekinroq bo'ladi Node.js dan. Node.js juda ham tez ma'lumotlarni obработка qiladi. Bunda nima qilinadi? Misol uchun aytaylik, asosiy loyiha Node.js da qurilgan bo'lsa, aynan o'sha Face ID bilan ishlovchi qismidan alohida bitta Python jamoasi o'sha dasturni qurib chiqadi va o'sha Express va Python o'rtasidagi so'rovlar API orqali bir-biriga ma'lumot uzatish va qabul qilishdan nima qilinadi? Ishlatiladi. Asosiy yadro nima qiladi? O'ziga so'rovni qabul qiladi va uni bu o'sha face detection qiladigan, ya'ni Face ID bilan ishlovchi qismga ma'lumot yuboradi. Tushunarlimi? Eshityapsizlarmi? Omad yo'qol qo'ymadimi? Asosiy qismga yuboradi. Aytaylik, yana bitta qism Excel fayllar bilan ishlaydi. Bunda aytaylik .NET C# bunda juda ham kuchli hisoblanadi. Bunda nima qilinadi? Asosiy so'rovni Node.js qabul qiladi va bu boshqa ishlayotgan jamoaga o'sha so'rovni qilib beradi. O'sha servisga so'rovni beradi, o'sha servis asosiy ma'lumotni ishlaydi, lekin asosiy yana qaytarib bu servis nimaga? Yadroga, mana Node.js ga beradi, bu Node.js javobni qaytarib beradi. Bizda asosiy baza bo'ladi, aytaylik, umumiy databaza bo'ladi. Hamma databaza bir xil joyga ma'lumot saqlaydi. Yoki bir xil joyga ma'lumot saqlaydi va bir xil joydan ma'lumot oladi. Tushunarlimi? Mana bu yerda aytilgan. Ko'rlang mana. Har bitta servis o'zi nima qilyapti? Databazadan ma'lumot olib, ma'lumot qaytaryapti. Har bitta servis. Buni saqlanib qilish kerak emas. Buni yangi vkladdan ochamiz. Ko'rasizlarmi? Har bitta agar user interface, har xil biznes logikasi va data ma'lumotlarni saqlash. Bu hammasi mana shunday o'tib keladigan bo'lsa, mikroservisning arxitekturada nima qilinadi? Har doim ma'lumotlarni kerakli joylarga bo'lib beradi. U kerakli joylar o'zi ma'lumotni saqlab, o'zi ma'lumotni olishi mumkin bo'ladi. Tushunarlimi?
Qisqacha bo'lsa ham tushundilaringmi? Qanday ishlashi? Ha, tushundim. Xo'p. Mana shu bizda mikroservis arxitekturasiga qisqacha tushuncha edi. Tak. Misol uchun biz mana bu yerga bitta dasturimizni ishga tushirishimiz mumkin. npm start npm install komandasi bilan yangi dasturni yuklab olamiz. Bu bizda umumiy Node.js loyihamizni start qilib turadi. Aytaylik, npm run dev qiladigan bo'lsak, bu umumiy dasturimizni ishga tushirib beradi. Dasturimizni ishga tushirgandan keyin biz bu yerdan aytaylik, payment deylik. Payment va bu payment ichida yangi serverni ishga tushirishimiz mumkin bo'ladi. cd payment deydigan bo'lsak, npm init dash degan bo'lsak, hop, bu bizda payment ni ichida yangi Node.js loyihasini qani zo'r. Tak. cd payment atlas bu loyihamiz, darsimiz. Shu papkani ochaylikchi. npm Hop, loyiha yaratildi. npm install aytaylik, express.js express loyihamiz ichida expressni ishga tushirdik. Bu yerga install qilishimiz mumkin. npm install tamom, aytaylik, mana shuni o'zi, bu joyni o'zini agar ishga tushiradigan bo'lsak, bu yerdan biz payment.js yoki aytaylik, payment.js deylik. Mana shu loyihani ishga tushiraylik. Buni ichida bizda shu ma'lumot bor. Port bizda 3001 bo'ladi. Chunki 3000-port o'zi bizda zanit, ya'ni umumiy loyihamiz ichida bu port 3000 zanit bo'lgani uchun biz yangi portdan foydalanamiz. Const express appni courseni olamiz. Course ham kerak ekan bizga. Express body parser kerak bo'lmaydi. app.use courseni kirgizib qo'yamiz. Hop, bu yerda payment so'rovini ishga tushiramiz degan. Aytaylik, payment so'rovida qandaydir rezultatni qaytarib bersin. Bodydan amount va miqdorini olamiz, currency da olamiz, ya'ni nimasi? Pul birligimi currency degani? Xo'p, currency pul birligi bo'ladigan bo'lsa, qanchadir to'lov shunchaki amalga oshdi yoki yo'q degan buyruqni, javobni qaytarib beramiz. Misol uchun aytamiz, bunda biz portni serverimizni ishga tushirib qo'yamiz. Serverimizni ishga tushiramiz. Bu yerdan package.jsondan biz nima qilishimiz kerak? Bu yerda to'g'rilab aytib qo'yamiz. payment.js.
Xo'p, bizda global holatda nimalar o'rnagan Node orqali bo'lsa, Node.js orqali, agar bu dev komandasi bilan bo'ladigan bo'lsa, nima orqali? Node orqali ishga tushiriladi. Payment.jsimiz. Xo'p. Mana shunday bo'lsin. Dasturimizni ishga tushiramiz. npm run dev qilganimizda loyihamiz ishga tushadi, payment servisimiz. Bunga biz xohlagan dasturlarimizni integratsiya qilishimiz mumkin. Misol SQL larni integratsiya qilamiz, chunki bu joy o'zi avtomatik ravishda SQL ga ma'lumot saqlash, o'chirish, shunga o'xshagan narsalarni o'zi avtonom ravishda bajaradi. Ya'ni asosiy serverga bog'lanmagan holatda bajaradi bu narsalarni. Xo'p, bu narsani bu yoqqa qo'ysak, bu narsani bu yoqqa qo'yib turamiz vaqtinchalik. Bu yoqda yopib turamiz, bu yoqda yopib turamiz. Xo'p, bu yoqdan esa so'rov natijasini aytib o'ramiz userga, aytaylik. Bunday qilaylik. Bunday qilsam bu ochiladi, bunday qilsam bu ochiladi. Xo'p. Bu nima deydi? Bu user konsolga mana shuncha to'lov bajarildi deydi. Bu yoqda esa shunga javobni qaytarib beradi. Aytaylik, statusi, message nima haqidagi ma'lumotlarni qisqacha qaytarib bersin. Qachonki post so'rovida payment degan nima kelsa, so'rov kelganda. Xo'p. Biz bu narsani olamiz. Tak, bu narsa bu yerda ishga tushib turibdi. Endi asosiy server.js'imizga qaraymiz. Asosiy server.js'imizga qaraymiz va bu yerdan yangi endpoint yaratamiz. Misol uchun routerga o'tamiz degan, routerdan yangi endpointimiz. Biz bunga to'g'ridan-to'g'ri so'rov yubora olmaymiz. Bu so'rovni yuborishimiz uchun biz bunga nima qilishimiz kerak? Biz bunga aytaylik, access orqali so'rovni qaytarib, bunga biz asosiy narigi serverga mana shu ishni bajarib bergin degan so'rovni yuborishimiz kerak bo'ladi. Const deymiz. Access require access qilamiz. Bizda access package yo'q ekan, bu narsani install orqali accessni yuklab olamiz. Bunda fetchdan foydalansak bo'ladi, not fetchdan foydalansak bo'ladi, turli xil shunga o'xshagan packagelardan foydalansak bo'ladi. Xo'p. Bizda local host 81 / nima ketgandi? Payment ekan. Local buni biz 81 qilib qo'yamiz. 81 dan ishga tushdi. Bunga biz post bilan paymentga so'rov yuboramiz. Bu yerda bizda nimalar bor ekan? Xo'p. Amount currency bor ekan body'da. Bu yog'iga yozib olamiz. Tak. app.post, ya'ni asosiy post so'rovimiz mana bu yerdan ishga tushganda biz userdan bu ma'lumotlarni olamiz. Qaranglar. Userdan asosiy ma'lumotlarni olamiz. Bu narsani biz asosiy API ga ma'lumot jo'natayotgan bo'lamiz. Xuddiki aytaylik, bizda localhost 8081 payment. 8081 emas, 80 post 80 ga yuboramiz. Chunki bizning asosiy API'miz shu. Bu yo'g'ini o'chirib, nomini payment deb qo'yamiz. Payment. Aytaylik, mana buni ichiga joylaylik bu narsani. Payment ichida body'da raw yozamiz degan. Bunda qanday ma'lumotlar bor? Amount bor, aytaylik. Amount'ini 120 beramiz. Nima xato qildik?
currency esa USD bo'lsin. Hop, mana bu yerda so'roq qolib ketgan. USD. Mana shuni biz asosiy serverga jo'natyapmiz. Asosiy server bu narsadagi bundagi ma'lumotni oladi yoki bo'lmasam umumiy body'dagi ma'lumotni oladi. Bu jarayonda validatsiyalar, avtorizatsiyalar hammasi ishga tushadi. Chunki biz user nima qilmasligi kerak? Har bitta servis uchun alohida avtorizatsiyadan o'tmaydi-da. Shuning uchun asosiy avtorizatsiyani bajarib bo'lganda bu yerda avtorizatsiyalar, userni ma'lumotlari hamma qismlari ishga tushib bajarilgandan so'ng endi bu qismga o'tadi. Bu yerda biz userga ma'lumot jo'natib berishimiz mumkin. Misol uchun payload beramiz. Payload metodini beramiz. Metodini post beramiz. Post beramiz. URL ga localhost berishimiz kerak. Localhost 8080 beramiz. Contentda o'zi default application JSON bo'ladi va dataga mana bu narsani berishimiz kerak. Bunga biz to'g'ridan-to'g'ri request uchga body qilib berib qo'yishimiz ham mumkin. Va bu yerda esa bu funksiyamiz asinxron ishlayapti. Const result response olamiz. Response-ga Axios ichiga payload yuklab qo'yamiz. Bu yerdan biz qolgan ma'lumotni logni olishimiz mumkin. Logni yuklaymiz. Aytaylik, mana bu yerdan so'rov yuboraylik bitta. Nima muammo bo'ldi? Tak. Xo'p, mana bu yerdan ko'ramiz. Log deymiz ekan. Body'dan kelayotgan ma'lumotni ko'ramiz. Bu yerga kelyaptimi? Bu yerga hech qanday ma'lumot kelmayapti ekan. app.post notor yozimizda. http localhost mana shu bo'lish kerak edi. Hop, endichi 8080 payment. Nimadir qaytmayaptimi? Yoki biz dasturni ishga tushirmadikmi? Dasturimiz 8080 ishga tushib turibdi. Tekshirib olamiz brauzerimizdan. Agar hech qanday topilmasa, hech narsa topilmasa 404 berish kerak edi. Lekin portni noto'g'ri yozib qo'yamiz. Menimcha mana bunday. Xo'p, ma'lumot kelyapti. Ma'lumot kelgandan keyin ma'lumotni Axiosga beryapmiz. Bu yerdan bunday turdagi xatolik. Mana buni konsolga chiqarib ko'raylikchi. Error qilamiz. Hop. Mana bu yerda nimadir xatolik bo'lgan bo'lishi mumkin. Course yuklamagandik adashmasam bu yerga. npm install course deymiz. Course'ni yukladik. 8081 dan ishlayapti. Logni ham bitta tekshirib ko'ramiz. Logga nima keldi, nima yo'q. app.post sakson bir ishlayapti.
100 nima deydi? Unsupported protocol localhost. Ha, mana bu yerni xato qilib qo'ydik. To'g'rilamamiz buni. Bunday protokol support qilmaydi deb to'g'ri aytayotgandi. Hop, endi qaytadan so'rab yuborsak, nima deydi? Ha, bu yoqqa javob kelgan bo'lishi kerak edi. Lekin javobni hech qanday natijasi yo'q. Hech qanday so'rov kelmayapti. 181 bo'lishi kerak edi. Asosiy narigi servisimizniki. Ha, endi ko'radigan bo'lsak, mana javob keldi. Faqatgina biz mayda respons qaytarib bermagan ekanmiz. Javobni qaytarib berishimiz kerak. Agar hammasi okey bo'ladigan bo'lsa, biz nima javobni qaytarib berishimiz kerak. Agar nima deyapti? Responsda javobni qaytarib berishimiz kerak ekan. Bu yerdan so'rov yuboradigan bo'lsak, endi ko'radigan bo'lsak, men payment successful ko'rsatyapti. Bu yerda statusi va messajini qaytarib beryapti. Xo'p, mikroservisning arxitekturasida ba'zi bir muammolar bo'lishi mumkin. Muammo emas, kamchiliklari ham bor buni. Kamchiliklari asosiy servis o'ziga ma'lumotni qabul qilib va boshqa bir servisga yana o'sha ma'lumotni qayta ishlash uchun so'rov yuboradi. Shu so'rov yuborish oralig'ida qanchadir vaqt nima bo'lishi mumkin? Zadержка bo'lishi mumkin. Ushlanib qolinishi mumkin. Shuni hisobiga biroz sekinroq ishlaydi. Lekin bunday servislar juda ham ishonchli, juda ham kengayuvchan va katta jamoalarda, katta loyihalarda effekti juda ham yuqori bo'ladi. Tushunarlimi? Mana shu bitta ozgina qandaydir qisqagina bitta misol mikroservis arxitekturalariga. Bunda ba'zan bunga o'xshagan qismlar servislarning ichiga ham qurib chiqiladi. Ular ham yaxshi, lekin asosan mana bunga o'xshagan usullar ishlatiladi. Misol uchun aytaylik, bu qismni, mana bu qismni to'liqcha Pythonda yozib chiqish mumkin edi. yoki bo'lmasam to'liqcha Javada yoki .NETda yozib chiqish mumkin edi va bunga so'rov qabul qilingan javobni mana bunga yuborish mumkin edi. Tushunarlimi? Qanday tushundilaring mana? Mana shu bitta misol sizlarga. Xo'p, kelgusi mavzu emas, keyingi loyihamiz. To'g'risi men hali tanlamadim. O'zlaring tanlaganlaring yaxshi loyihani, qanday bo'lishini, nimalar qilishimizni xohlaysizlar loyihada. Va yana UI bilan birga qilganimiz yaxshi deb o'ylayman loyihani. User interfeysi ham bo'lgani, tushunish uchun va interaktivligi yaxshiroq bo'ladi, qiziqish sal yuqoriroq bo'ladi. Oddiy backend yozganga qaraganda. Chunki yozayotgan kodlarimiz natijalari ko'rinib boradi. Shunga o'zlaring birorta loyiha tanlanglar, shu loyihalarni bajarib boramiz dars davomida. Xo'p. Frontendni yozamiz. Shunday, shu frontend qismi
ham backend ham frontend qilib yozsak biroz haligi qiziqarliroq bo'ladi. Rezultatlar живой ko'rinadi. Tushunarlimi? Mana bu oxirgi nimada ko'rgan bo'lsalaring, gruppamda real time chat qilganmiz, frontend va backend qismlarini qilganmiz. Xuddi shunga o'xshagan loyihalarda. Xo'p, mayli, sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Loyihani tanlanglar, taklif jo'natinglar. Men ko'rib chiqib, o'shani qilamiz keyin. Xo'p, mayli, sog' bo'linglar. Men chiqdim. Rahmat. Xo'p, sog' bo'ling.